Toshkent shahri Yunusobod tumanida o'tkazilgan reydda yana bir tungi klub faoliyat ko'rsatayotganligi aniqlandi. Natijada odam savdosi, shuningdek xotin-qizlarni majburiy mehnat va fohishalikka jalb qilish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Massajxona niqobi ostida fohishalik bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. E'tibor berilsa, bu kabi klublarning auditoriyasini asosan yoshlar tashkil qilmoqda. Qanchadan qancha yurtdoshlarimiz ushbu razil ish ortidan o'tish kasalligiga duchor bo'lishmoqda. Minglagan yoshlarimizning umrlari mana shu yo'lda xazon bo'lmoqda. Fohishalik botqog'iga botgan ayol qizlarimiz esa o'zlarining or-nomuslarini toptabgina qolmay, millatimizning obro'siga ham putur yetkazmoqdalar. Inqilob bu so'z odatda bir jamiyatda sodir bo'lgan juda katta va keskin o'zgarishga ishlatiladi. Bu so'z ko'pincha ijtimoiy yoki iqtisodiy tizimning butunlay o'zgarib ketishini anglatadi. Lekin bugun biz sizlarga ko'ndalang qiladigan mavzu o'zbek degan nomning qoralanishiga va millatimizga past nazar bilan qaralishiga sabab bo'layotgan, o'z iffatini va tanasini arzimagan sariqchaqalar evaziga sotayotgan fohishalar va bu iflosliklarning tarqalishiga turtki bo'layotgan omillar haqida bo'ladi. Yaqinroq kelib xotirjam o'rnashib oling. Chunki bu mavzu sizni yig'lashga yoki g'azablanishga yoki eng kamida holatimizga achinishga undashligi aniq. Agar biz huquq analogiyasi tomonda oladigan bo'lsak, fohishaxonalar bormi bizda? Nima uchun yopmaymiz? Agar bizda uni yopish imkoniyati bor. Bitta tadbir e'lon qilinadigan bo'lsa, hammasini yopishimiz mumkin. Uni yopmaymiz. Nimaga yopmaymiz? Chunki u bizga foyda keltiradi. Qanday bir jinoyat sodir etilmasin, uning ortida behayolik yotadi. Chunki uyat tushunchasi yo'q inson uchun yaxshi va yomon yoki halol va harom degan qarashlarning o'zi yo'q. Fohishalik ham mana shunday jirkanch daraxtning mevasidir. Bu so'zni iste'mol qilishning o'zi insonni hijolat torttiradi. Lekin ming afsuski, yurtdoshlarimiz ichida bu kasallikka chalinganlar yildan yilga ko'payib bormoqda. Hali voyaga ham yetmagan maktab o'quvchilarining bunday rasvo ishlarga mukkasidan ketishlari, hatto 14-15 yoshli qizlarning homilador bo'lib qolishlari yoshlarimizning milliy va islomiy tarbiyadan naqadar uzoqlashganliklariga va madaniyatimiz tanazzulga yuz tutayotganiga ochiq dalolat qiladi. Qanchadan qancha yurtdoshlarimiz ushbu razil ish ortidan o'tish kasalligiga duchor bo'lishmoqda. Minglagan yoshlarimizning umrlari mana shu yo'lda xazon bo'lmoqda. Fohishalik botqog'iga botgan ayol qizlarimiz esa o'zlarining or-nomuslarini toptabgina qolmay, millatimizning obro'siga ham putur yetkazmoqdalar. Yurtimizning deyarli har yerida spa salon nomi ostida massaj bahonasi bilan ochilgan qanchadan qancha fohishaxonalar bor. Bu ma'lumotlar garchi rasmiy ravishda e'lon qilinmasa-da, yurtimizdagi katta ko'pchilik juda ham yaxshi biladigan achchiq haqiqatlardandir. So'nggi paytlarda Toshkent shahrida massaj bilan bog'liq xizmatlar va reklama e'lonlari ko'payib ketgandi. Afsuski, ularning katta qismi intim xizmat ko'rsatgani aniqlandi. Bundan ham achinarlirog'i, bu rasvo ish oldinlari ikki buzuq tarbiyali vatandoshimiz tarafidan amalga oshirilgan bo'lsa, bugunga kelib ushbu fohishalarning xaridorlari na dini va na dunyosi bo'lmagan, o'lgan eshakni ham yamlamay yutadigan xitoyliklar va doim sharmandali videolari bilan nom qozongan molparast hindlar bo'lmoqda. Bularning o'rtasida vositachilik qiladigan qo'shmachilar esa o'z millatdoshlarini sotgan insoniyatning eng razillaridir. Eng og'ir jazo mana shularga qo'llanishi kerak. Keling aziz yurtdoshim, bu jirkanch ishning kundan kunga tobora avj olishining o'nlagan, balki yuzlagan sabablaridan bir nechta asosiylarini ko'rib chiqamiz. Zero vatanimizning kelajagiga befarq bo'lmagan jonkuyar yurtdoshlarimiz ushbu ifloslikning sabablarini juda yaxshi bilishadi. Biz esa birozgina ilova qilamiz xolos. Bu jirkanchlikning asosiy yonilg'isi televideniya va ijtimoiy tarmoqlar bo'lmoqda. Avvallari chet el seriallarida milliyligimizga mos kelmaydigan behayo epizodlar ko'rinib qolar, yoshlar esa bundan uyalib ko'zlarini berkitib olishardi. Bugunga kelib esa nomi milliy, lekin ichi to'la 18+ vaziyatlar aks ettirilgan seriallarimiz ana shu behayo lavhalarning o'rnini to'lig'icha qoplagan. Hatto bundan ortiqcha desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bachkanalik haqida esa gapirmasak ham bo'laveradi. Instagram yoki TikTokda fohishalikka va behayolikka targ'ib etadigan, millatni sharmanda qiladigan kontentlar to'lib yotibdi. Negadir ayrim madaniyatli vatanparvarlarning bunday holatlar bilan hech ishi yo'q. Eng qizig'i, bunday bema'ni videolar ishlaydigan benomus blogerlarni o'zini madaniyat namoyandasiman deb xayol qiladigan, kostyum kiysam istaganimni gapiraveraman deb o'ylaydiganlar oqlab ham berishmoqda. Demak, demokratik jamiyat degani bu erkinlik ustiga quriladigan jamiyat bo'ladi. Bu jamiyat, xo'p, ana o'sha erkinlikni talab qilayotgan jamiyat avvalo o'zi tayyormi ertaga mana shu narsalarga degan savol chiqadi. O'zi tayyormi?
ya'ni agar erkinlik desa kechirasizlar, ertaga toqat qilishinglar kerak boshqa tomonlariga marhamat qilib. Shuning uchun bu o'rinda nima desam ekan, bu qanaqadir axloq kodeksi yoki boshqa bir cheklovlar, boshqa narsalar qo'yish men tarafdori emasman. Maqsad xalqni buzishmi yoki o'nglash? Balkim baliq boshidan sasiydi degan maqolning amaldagi ko'rinishi shu bo'lsa kerak. Ha, aziz vatandoshlar, bunday axloqsiz holatlarga barchamiz qarshi turishimiz shart va bu bizning insoniy burchimizdir. Aks holda fohishalar inqilobiga bardosh bera olmay, yoshlarimizning kelajagi va milliyligimizni qo'ldan boy berishimiz mumkin. Qadrli tomoshabin, sizda bu behayoliklarning sabablari va yechimlari haqida qanday mulohazalar bor? Fikrlaringizni kutib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.